Dunyodagi eng ilg'or snayper miltiqlari har doim maxsus operatsion guruhga ajoyib qo'shimcha bo'lib kelgan. Zamonaviy urushlarda ular muqarrar ravishda har bir piyoda yoki maxsus operatsiya kuchlarida mavjud. Odatda snayperlar askarning ko'zi va jangda uning ustunligidir. Qisqa va uzoq masofalarga mo'ljallangan snayper qurollaridan natija odatda bir xil bo'lmaydi. Ushbu ro'yxatdagi snayper miltiqlari bir narsani anglatadi, ya'ni ular hozirgi kunda dunyodagi eng kuchli snayper miltiqlari hisoblanadi. M110 SAS yarim avtomatik snayper tizimi. Bu Amerikaning yarim avtomatik mergan miltig'i hisoblanadi. Bu snayper miltig'i Knights Armament kompaniyasi tomonidan NATOning 762 kalibr turida ishlab chiqarilgan. U AQShning SOF, ya'ni maxsus operatsiyalar qo'mondonligi deb ataluvchi jamoatchiligiga 2008-yil aprel oyida kiritilgan va Afg'onistondagi Fury maxsus guruhining AQSh armiyasi askarlari uni jangovar zonada ishlatishgan. AQSh qo'shinlari qurolga juda yuqori baho berib, M24 zarba berish mexanizmiga nisbatan qurolning sifati va uning yarim avtomatik imkoniyatlarini ta'kidlab o'tdilar. Bu dunyodagi eng zamonaviy snayper miltiqlaridan biri hisoblanadi. U haqida yana biroz. M110 2007-yilda taqdim etilgan 762 NATO kalibrida. Gaz bilan ham ishlay oladigan, aylanadigan muruvvatga ega. O't ochish darajasi yarim avtomatik, 800 metrgacha bo'lgan nishonni aniq uradi. Uning og'irligi 6 kg 27 gram, o'qlanmagan holda. Uzunligi 1 metr 29 cm. Qo'llanilgan urushlar: Afg'onistondagi urush, Iroq urushi, Kurd-Turk mojarosi, Suriya fuqarolar urushi, Iroqdagi fuqarolar urushi 2014-2017. M40 miltig'i Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz piyoda korpusidagi standart snayper miltig'i hisoblanadi. Bu 1966-yilda xizmatga kiritilgan snayper miltiqdir. Hozirgacha uning 4 ta varianti bor: M40, M40A1, A3 va A5. A1 ga o'tish 1970-yillarda, A3 ga 2000-yillarda va A5 ga 2009-yilda yakunlangan. A1 ning og'irligi 6,5 kg, A3 niki esa 7,5 kg. Uzunligi 1 metr 17 cm. O'q uzilgandagi boshlang'ich tezligi 777 metr/sekund. 800 metrgacha bo'lgan nishonni aniq uradi. Vyetnam urushi, Livan fuqarolar urushi, Ko'rfaz urushi, Afg'onistondagi urush, Iroq urushida ishlatilgan. AS-50 snayper miltig'i birinchi navbatda Buyuk Britaniya harbiy kuchlari va AQSh dengiz flot kuchlari uchun ishlab chiqarilgan. Uning o'q otish darajasi juda yuqori bo'lganligi sababli undan ko'p foydalanishgan. Diqqat qiling, 1,5 soniyada 5 ta o'q. AS-50 Britaniyaning o'qotar qurol ishlab chiqaruvchisi Accuracy International tomonidan ishlab chiqarilgan va 50 BMG kalibrida joylashtirilgan. Ushbu snayper miltig'i operatorlarga portlovchi yoki yoqib yuboradigan o'q-dorilar yordamida yuqori aniqlik bilan juda uzoq masofadagi nishonlarga o'q uzishga imkon beradi. AS-50 gazda ishlaydigan yarim avtomatik harakat va tormozni ishlatadi. Bu esa AW-50 muruvvatli miltig'idan pastroq orqaga qaytish va tezroq nishonga ega bo'lish imkonini beradi. AS-50 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Og'irligi 12 kg 200 gram. 1 km 800 metr masofagacha nishonni aniq uradi. Uzunligi 1 metr 36 cm. Macmillan TAC-50 Macmillan TAC-50 snayper miltig'i S-15 sifatida belgilangan harbiy va huquqni muhofaza qilish quroli sifatida ishlab chiqarilgan. Miltiq shuningdek 2000-yildan beri Kanada harbiy kuchlarining standart uzoq masofali snayper quroli hisoblanadi. TAC-50 oilasining miltiqlari mukammal aniqlikka ega va 0,5 minutlik burchak guruhlarini tegishli sinfdagi o'q-dorilar bilan ta'minlash kafolatlangan. TAC-50 snayper miltig'i 1980-yillar oxirida AQShning Arizona shtatidagi Phoenix shahrida Macmillan Firearms Manufacturing tomonidan ishlab chiqarilgan. Macmillan 50 kalibrli miltiqlarining bir nechta versiyasini harbiy harakatlar, huquqni muhofaza qilish organlari va fuqarolar uchun ishlab chiqardi. O'qning tezligi sekundiga 805 metr, 1 km 800 metr masofadagi nishonni aniq uradi. Og'irligi 11 kg 800 gram. Uzunligi 1 metr 44 cm. AWM Arctic Warfare Magnum
Bu Magnum miltiq patrollari uchun ishlab chiqarilgan. Accuracy International tomonidan ishlab chiqarilgan muruvvatli snayper miltig'i. Uni 1996-yilda Birlashgan Qirollikda ishlab chiqarish boshlanib, 2013-yilda tugatilgan. Uning AWMF L115A2 va L115A3 deb nomlangan turlari mavjud. O'qning tezligi 936 metr taqsim sekund. 1100 metr masofagacha aniqlik. Agar 338 Lapua Magnum kalibrda bo'lsa, 1,5 metrdan 2475 metr masofagacha aniqlikda harakatlanadi. Afg'onistonda va Iroqdagi janglarda qo'llanilgan. U bilan bog'liq yana bir fakt. 2009-yil noyabr oyida Britaniya armiyasidagi maxsus snayperchi Craig Harrison Afg'onistonda 2475 metr masofadagi L115A3 uzoq masofali miltiqdan foydalanib, Talibanlarning ikkita pulemyotchisini eng uzoq masofadan o'ldirib rekord o'rnatdi. O'shanda u nishonga qarata 10 marta o'q uzgan.